atir sepishda layfhaklarni bo'lishaman. Agar sizni sevimli atiringizni faqat shuni hidi kelishini xohlasangiz, uni dezodorantlari bilan birgalikda ishlating. Boshqa hidli dezodorantlarni aralashtirmang. Albatta, parfyumingiz uzoq vaqt turishini xohlasangiz va faqat o'sha ifor kelishini xohlasangiz, badan uchun kremlari bo'lsa, shundan foydalaning. Boshqa atirlarnikidan foydalanmang. Ikkalasi birgalikda juda ham zo'r va uzoq iforni beradi. Atiringiz tezda singib tarqab ketishini xohlamasangiz, mana shunday balzamlarni qo'lingizni ichki qismi va quloq ortiga suring. Parfyumlarni seping. Bu sizga parfyumingiz teriga singib ketmasdan uzoq muddat turib berishiga kafolat beradi. Agar sizga sevimli parfyumingiz o'zingizga kun davomida kelishini xohlasangiz, qo'lingizni ichki qismiga emas, balki bilagingizni ustki qismiga seping. Ana o'shanda kun davomida har harakat qilganingizda, gapirganingizda parfyum sizni o'zingizga kelib turadi. Agar parfyumingiz yurganingizdan keyin orqangizdan shleyf qoldirishini xohlasangiz, parfyumni bo'yinni orqa qismiga va oyoqlaringizni bukiladigan joyga seping. Shunda harakat qilganingizda orqangizdan parfyum shleyfi keladi. Agar parfyumingiz yaqin kishingizga kelishini xohlasangiz, bilagingizni ichki qismiga seping va bu har quchoqlaganda shu parfyumingiz unga kelib turadi. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing va dugonalaringizga yuboring.